Moskva hamda Moskovskiy oblastida ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga ajoyib xushxabar. Bizda yana yangi ish o'rinlari bugun ochildi. Bu safar Skalatda emas, bu safar magazinda tovar teruvchi hamda zborka zakaz yig'uvchi ikkita vakansiya ochilgan. Ya'niki kimdir polkalarga tovar terishi mumkin, рабочий торговый zal deydi yoki zakaz terishi mumkin. Bu sborщик zakaz deydi. Xohlagan odam xohlagan vakansiyasida ishlashi mumkin. Ham erkaklar, ham ayollar, ham Moskva, ham oblast patenti bor aka-opa singillarimizga ajoyib xushxabar. Iltimos, mana shu videoni maksimal tarqalish uchun, hamma musofirda ish qidirib yurgan aka-opa singillarimizga shu video yetib borish uchun eng birinchi o'rinda videoga like bosib, kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishi tezda unutmanglar. Hozir biz bugungi yangiligimizni to'liq sizlarga ma'lumot bilan tanishtirib o'tamiz. Va hamda Moskovskiy oblastida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga, kimga 3 oy bazada turadigan registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli va 3 oy bazada turadigan 100% kafolatli Avaz akamizni men sizlarga tavsiya etaman. Turda dogovor kerakmi, уведомление xizmatlari kerakmi, nima xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, iltimos biz aytgan, biz tavsiya qilgan insonlarga murojaat qilsangiz, musofirda qiynalib topgan pulingizni mashina. Avvalambor assalomu alaykum Zuhurda musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli tong deb qolamiz. Mana bugun erta tongdan 16-aprel sanasi bilan 2025-yil sizlarga yangi ish vakansiyalari magazinlardan ochildi. Ya'ni Moskvada ham, Moskovskiy oblast territoriyasida ham. Ya'ni uyingizni oldidagi magazinda ishlash imkoniyati endi sizda paydo bo'ladi. Chunki bizda magazin Vkusvil, Ashan, Fix Price mana shunaqa katta Rossiyadagi magazinlarda hozir ishchilar yetishmayapti. Biz mana shu ishchilarning o'rniga sizlarni ishga taklif etamiz. Kim xohlasa рабочий торговый zal, ya'ni polkalardagi tovarlarni ko'rib, surugini tekshirib, mana shunaqa ish bilan shug'ullanadi yoki ikkinchisi объемlik ish bor. Bu объемlik ishda zakaz keladi, shu zakazlarni yig'ib terib berasiz bo'ldi. Dostavchilar olib ketadi. Mana shunaqa zakaz teruvchi hamda polkalarga mahsulotlarni teruvchi odamlar, erkaklar, ayollar bizga kerak. Xo'p, oyliklari qanaqa bo'ladi? Рабочий торговый zallarniki bez объем, ya'niki soat bay to'lanadi. Soatiga 298-300 rubldan. Undan tashqari 250 rubl har kunlik pitaniyangiz uchun obed beradi. Bu ishlarimiz magazinda bo'lgani uchun bu uyingizni oldida bo'ladi. Shuning uchun hech qanaqa yotoq joy, registratsiya yetakdalik bermaydi. Faqat qo'lida patenti Moskva yoki oblast patenti borlar, tezda ekrandagi nomerga telefon qilib, adresinglarni aytsanglar, qaysi metrodasizlarda, misol uchun aviamotorniyada kimdir. Ana shu aviamotorning oldidagi magazin Fix Price bormi, Ashan bormi, Vkusvil bormi, shularda sizga imkon boricha uyingizdan yaqin atrofdan sizga ish topib berishadi. Qatnab borib ishlab kelaverasiz. Obed kompaniya hisobidan, forma kompaniya hisobidan, oyligi bir oyda 2 marta, рабочий торговый zallar aytib o'tganimdek, smenasiga minimum 3200-3300 shunaqa chiqish kerak. И plus 250 rubl obed ham bor. Oyligi bir oyda 2 marta. Mana bu kompletoshik dedi. Kompletoshik emas, endi bu sborщик zakaz. Ya'ni zakaz keladi, yig'adi. Har bitta yig'ilgan zakaz pik qilinganiga 4-7 rubldan olasizlar. Ya'niki agar kimdir bir kunda 1000 ta pik qiladigan bo'lsa, 4700. Men eshityapman, bolalar kuniga 2000 ta qilayotgan bolalar ham bor ekan. Bu degani salkam 10.000 rubl degani. Endi bu osonlikcha yoki bir kun yoki 10 kun ishlagan odamda paydo bo'lmaydi bunaqa tezlik. Bu ancha 1 yil 2 yil ustida qattiq ishlagan odamlarda paydo bo'ladi. Ya'niki siz ham shu darajaga erishishingiz mumkin. Объемda mana kuniga 4700 rubldan kuniga 6000-7000 rublgacha ishlash imkoniyatiga egasiz. Bu sborщик zakazda ham xuddi shunaqa bir mahal obed beriladi. O'sha 250 rubl, o'sha 250 rublga magazindan xohlagan narsangizni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bunda ham qatnab borib ishlab kelasiz. Uyingizni oldidan ham Moskva territoriyasi bo'yicha, ham oblast territoriyasi bo'yicha bo'ladi. Ham oblastda yashasangiz, oblastdaman, shu adresdaman yoki Podolskdaman yoki Rostovda yetakdali. Shu qayerda yashasangiz, shuni manzilni aytsangiz, ekrandagi nomer sizga o'sha lokatsiya bo'yicha magazinlarni topib beradi. Borib ko'rasiz, magazin bilan gaplashasiz, yo'qsa ishlab ketaverasizlar. Bugunga mana shunaqa ajoyib yangiliklar edi. Mana shu videolarimizni bilasizlar, kimga jo'natib qo'yishni o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Ya'niki ish qidirib yurganlarga shu videoni tezroq jo'natib podelitsiya qilib qo'ysanglar, xudo xolasa, shu videomiz orqali juda ko'p insonlar ishli bo'lsa, biz maqsadga erishgan bo'lamiz. Bilasizlar, bizning maqsad
Rossiyada hammani ish bilan ta'minlash. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Keyingi efirlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Zuhriddin Musofir kanalidan uzoqlashmanglar.